$31 ming ikki xonalik pishig'ishdan bo'lgan mana shu kvartiramizni olgan bo'larmidingiz? Eshikdan kiraverishda mana shu prixoshkadan to'g'ri mana shu yerga bitta kattagina zali bo'ladi. Operator ana endi keling. Narxini eshitib gapni to'g'risi o'zim hozir olgim keldi. Mana shu prixoshka bo'ladi. Bu yerga sanuzala bo'ladi, unitaz, vannasi bo'ladi. Mana bu yana bitta xonasi. Mana bu 6 metrlik balkoni ham bor. Qarachi mana bu balkonda gaz plita mana shu yerni kuxni qilib, mana bu yerga o'tirib yeydigan qilib, qarachi mana shu bitta xona, mana shu spalni qilish kerak. Spalni. Bittasini zal qilsa bo'ladi. Ikkita xona 34 kvadrati 67 hol bo'ladi. Qarib 35 kvadratli xonamiz $31 ming. Adresimiz Gorbalizadan salgina o'tganda Lahuti masjidning shunday yonginasida 4 qavatli binoni 4-qavatda joylashgan, pishig'ishdan bo'lgan $31 ming. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqinglar. Shu bugunning o'zida bu kvartira sotiladi. O'sha uchun ulgurib qolinglar. Keting operator.